Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş kəpsizlər. Mən İftixar Abdırşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 18 noyabr günü Dünya Uğur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'inida Uyg'ur davosini insoniyatning davosiga aylantirish uchun 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini butun dunyo miqyosida o'tkazish qaror qilindi. Ekran orqali chaqirilgan bu yig'inga Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komitetining Amerika, Kanada, Yaponiya, Avstraliya, Turkiya va Yevropa davlatlari qatorliq 10 necha davlatdagi a'zolari, har qaysi komitetlarning mudirlari, muavin mudirlari va Dünya Uyg'ur Qurultayı tarmog'idagi ommaviy tashkilotlarning mas'ullari bo'lib 90 nafar kishi ishtirok qildi. 18 noyabr Berlin vaqti tushdan keyin birda boshlangan yig'inga Qurultay Ijroiya Komitetining muavin raisi Turg'unjon Aloviddin riyosatchilik qildi. Yig'inda nuqtali holda 12 ayning 9 kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni va 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan dunyo miqyosida ilib berilgan faoliyatlar to'g'risida muzokara ilib berildi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek 2021 yil 12 ayning 9 kuni Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan yerlik millatlarga qarata yurgizayotgan qilmishini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitgan edi. Mazkur sudning qarori e'lon qilingan 9 dekabr kuni Qurultay bayonot e'lon qilib, butun dunyo bu kunni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb jakarlagan edi. Bu yilgi 9 dekabr kuni yaqinlab qolgan bugungi kunda Dünya Uyg'ur Qurultayı yig'in chaqirib, bu kunni butun dunyo miqyosida keng doirada xotirlashni chaqiriq qildi. Mazkur chaqiriq to'g'risida yig'inda so'z qilgan Dolqin Isa apandim 11 noyabr Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan mashhur Davr maydonidagi cho'ng ekranda Uyg'urlarga munosabatlik 15 sekundlik videoni e'lon qilish orqali Sharq Turkiston jumhuriyatlarini xotirlaganligini va buning ta'sirining nihoyat yaxshi bo'lganligini, o'xshash shaklda 9 dekabrda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni to'g'riliq video ishlab, Nyu-York shahridagi Davr maydonidagi cho'ng ekranda e'lon qilmoqchi bo'lganligini va tayyorlik xizmatlarining jiddiy davom qilayotganligini bildirdi. Dolqin Isa apandim yig'inda 9 dekabr kuni dunyoning har qaysi joylarida o'tkaziladigan faoliyatlar to'g'risida ma'lumot berib, Yevropa parlamenti, Amerika, Kanada, Fransiya, Yaponiya, Tayvan, Angliya va Germaniya qatorliq Uyg'ur do'stlik guruhi bor parlamentlarning 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida bayonot e'lon qilishini talab qilganligini va yuqorqi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarining ularning bu haqda bayonot berish uchun undishi lozimligini va har qaysi davlatlardagi parlament a'zolari, mutaxassislar, ommaviy tashkilot mas'ullari va faoliyatchilarni taklif qilib, inglizcha, turkcha, arabcha va xitoycha qatorliq tillarda tor muhokama yig'inlari o'tkazilganligini bildirdi. Arqadan Qurultay Ijroiya Komitetining raisi Ömer Qanat apandi so'z qilib, 2021 yil 12 ayning 9 kuni Uyg'ur sud kollegiyasi chiqargan qarorning Uyg'ur davosining insoniyatning davosiga aylantirishda muhim rol o'ynayotganligini, shunga har bir Uyg'urning buning ahamiyat berish kerakligini ta'kidladi. U so'zining oxirida Dünya Uyg'ur Qurultayı Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi birlikda Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni va Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatlar to'g'risida ma'lumot berdi. Qurultay Ijroiya Komitetining kengaytirilgan yig'inida yana Dolqin Isa boshchiligidagi Qurultay hay'atining 27 noyabrdan e'tiboran bir haftalik Shveysariyaning Janva shahrida BDTda o'tkaziladigan oz sonliq millatlar munbiri va savdo va kishilik huquq munbiri qatorliq yig'inlarga va o'xshash vaqtda 30 noyabr Belgiyaning poytaxti Bryusseldami Xitoyning Yevropada kunsiri kuchayishi va buning Yevropa ittifoqining siyosati, davlat bexatarligi va kishilik huquq bo'lgan ta'siri nomli yig'inga qatnashadiganlik haqida ma'lumot berildi. Yig'inda 9 dekabrda o'tkazilgan faoliyatlar to'g'risida 21 noyabrgacha butun dunyo Uyg'ur tashkilotlarining tayyorlik xizmatlarini tamomlab, faoliyat planini Qurultay markaziy ishxonasiga bildirishi qaror qilindi. Arab va islom davlatlarining tashqi ishlar ministrlaridan tashkil topgan birlashma vakillar o'migi 20-chidan 21-chigacha Xitoyda rasmiy ziyoratini boshlagan. Bu ziyoratga Saudiya Arabiston, Iordaniya, Misr, Indoneziya, Falastin qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari hamda Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi qatorliqlar qatnashgan bo'lib, ular Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi tarafidan kutib olingan. Ma'lum bo'lishicha, Arab va islom davlatlari vakillarining Xitoydagi ziyoratining asosli maqsadi Hamas Isroiliya to'qinishini pasaytirish, Falastin Isroiliya masalasini adil hal qilish to'g'risida Xitoy bilan suhbatlashish bo'lib, ular Xitoy hukumatining bu masalada hal qilg'ish rol olishini umid qilmoqda ekan. CNN televiziyasining xabarida deyilishicha, Wang Yi 20 noyabr kuni ular bilan ko'rishganda so'z qilib, xalqaro jamiyat jiddiy harakat qo'llanishi, unumli tadbir qo'llanib, bu tragediyaning kengayib ketishining oldini olish kerak degan. Hamda Xitoyning Arab va musulmon davlatlarining yaxshi do'sti va qarindoshi ekanligini ta'kidlab,
Xitoyning Falastin xalqining o'zining milliy huquq manfaatini asliga keltirishdagi haqqoniy ishlarini izchil qo'llab kelganligini bildirgan. Reuters agentligining xabaridan qaraganda, Xitoy hukumatı COVID-19 qamaldan keyin boshlagan diplomatik faoliyatlarida O'rta Sharq va G'arb davlatlari hisoblanmaydigan davlatlar bilan bo'lgan ittifoqdoshlikni qattiq kuchaytgan bo'lib, yuqoridagi birlashma vakillar o'migining Beijingga berishi buni texim to'liq namoyon qilib bergan. Halbuki, chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar bo'lsa, Uyg'ur musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat bilan shug'ullanayotgan Xitoy hukumatining Falastin masalasida musulmon xalqlarning homiysizdek bo'lib olishini yuzsizlik deb ayblamoqda. Asiya iqtisod xabarlari gazetining xabar qilishicha, Xitoyda oldingi bir oylik mablag' solish va uy mulk setilish miqdori oldingi yilga qaraganda 11% tuvalligan bo'lib, ko'p qism shaharlardagi uy bahosimi ko'rinarli tuvalab ketgan. Xitoy navbatda misli ko'rilmagan uy mulk krizisiga duch kelgan bo'lib, Xitoydagi eng chong qurilish shirkatlari bankidan olgan qarzlarini qaytara olmagan. Shuning bilan birga, bu sohadagi ta'minlovchilar, hoddiga berguvchilar va qurilish ishchilari birdek necha oylab maoshsiz qolgan. Uy setilish uchun barcha bisotni selib bergan kishilar bo'lsa, yillardan beri kutgan uylarga erisha olmagan. Hozir bu qalaymiqanchilikning natijasida Xitoy bo'yicha namoyishlar ko'payib ketgan bo'lib, Amerikadagi erkinlik sarayining Xitoydagi ixtilofni nazorat qilish turining hisoblashicha 2022 yili 6 oydan 2023 yili 10 oygacha bo'lgan oralikda Xitoyda uy mulk sohasiga chetishliq 1777 namoyish yuz bergan. Xabarda deyilishicha, Xitoy hukumatı garchi bu krizisni hal qilish uchun uy mulk sohasini qo'llaydigan bir qator tadbirlarni yo'l qo'yib baqqan bo'lsa-mu, biroq bu tadbirlarmi krizisni hal qilishda yetarli bo'lmagan. Asiya iqtisod xabarlari gazetining deyishicha, hozir Xitoyda kuniga oz deganda 50-70 gacha namoyish yuz berayotgan bo'lib, Shenzhen, Xi'an va Jingzhou shaharlaridagi namoyishlar bir qadar keng ko'lamli bo'lmoqda ekan. Xitoy hukumatı bo'lsa, o'lkalik va yerlik partiya kadrlarini nazorat qilish, qo'rqitish, zo'ravonlik, tutib turish va tekshirish orqali namoyishlarni besiq turish buyrug'i tushirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.